Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari. Mana bugun biz O'zbekistonda yangilik bo'lgan uskunalarni tanishtirib o'tmoqchimiz aka. Xo'p, kuniga 45-50 kuba mahsulotlarni tayyor qilib chiqarib oladigan mana apparatlar avtomat versiya hisoblanadi aka bular. Hop, buni afzallik tomonlarini aytadigan bo'lsak, birinchidan ko'p ish chiqish talab qilmaydi aka. Ikkinchidan kesish sifatlari ham davlat standartiga javob beradigan holatda 6-7 xil razmerlarimiz bor aka bayda. 6-7 xil razmerga urib kesilaveradi. Перегородка 10, 20, 30, 40 har xil razmerlarga qo'yib kessa bo'ladi aka. Xo'p. Nechta odam ishlaydi bunda? Bunda misol o'rnatib bergan joylarimiz ham bo'ldi. 20 ta bilan o'rnatib berdik aka. 20 ta 10 ta liniya qoliplar bilan o'rnatib beryapmiz aka. Hop, ikkita odam 20 taga ham 10 taga ham ikkita odam bemalol o'ynab kelib ishlasa bo'ladi aka. Qishki kunida hop 20 ta qolipdan ham 10 ta qolipdan ham baravar oladi. Bir marta quyib olsa bo'ladi. Chunki havo sovuq hozir yozgi kunida 2 marta 2 aborot olsa bo'ladi aka bitta qolipdan. Yaxshi. Hop, foydasiga keladigan bo'lsak aka, sezonda 300, 350, 400 ishlashiga qarab daromad qilsa bo'ladi aka. Bitta shu reska orqali. Reska orqali. Keyin buni yana ham anaqa yaxshiroq takomillashtirib qo'yganmiz. Sensor datchiklar o'rnatib qo'yganmiz aka. Oldingi reskalarimizda qo'yganmiz. Bitta odam knopkani bosadi aka. Tushguncha bosib turadi, to'xtatadi, yana chiqishini bosadi. Bitta odam bunga Bog'lanib qolish kerak. Hozir bitta knopkani bosib qo'yib, o'zini ishiga o'tib ketaveradi. Reska kesib, tushib yana sensor datchiklarni joyiga qaytib qolaveradi aka. Avtomat bo'lib qoldi. Avtomatlashtirilgan qilib yasab qo'ydik aka. Bu avtomat reskalarimizni alohida ham sotib beraveramiz, olib borib o'rnatib beraveramiz. Qoliplar bilan o'rnatib berilaveradi. Narxini video davomida aytib boramiz aka. Xo'p. Keyin bunda kesilgan g'ishtlar aka, o'shani ham kachisi va sifatini ham aytib o'tay. Xo'p, ruchnoy shablonda kesadigan bo'lsa, 2 kishi xo'p quyadi 10 ta qolipga yo 5 ta qolipga quyib qo'yadi. Uni kesish jarayonida qanchalik soatni o'tkazib yuborsa yoki ko'paytirib yuborsa qatib qolish holatlari bo'lganda ko'rganmiz. Qish chiqib qoladi yo o'tirib bo'lib qolib g'ishtlar sifatsiz chiqib qolganini kuzatganmiz ko'proq aka. Shuning uchun bular tekis holatda chiqaradi. Tekis holatda g'ishtlari ham bor aka, bu tomonda ko'rsak ham bo'ladi mana ikkalasini. Hop, bunisi mana ruchnoy shablonda o'zini shablonida qolipga qo'shib beradigan shablonda kesilgan. Bu avtomat reskamizda kesilgan g'ishtlar bo'ladi aka. Hop. Bu endi avtomatda kesilganlar davlat standartiga mos kelar ekan. Davlat standartiga mos keladi aka. Qaralari ham, holati ham, ko'rinishi ham yaxshi bo'ladi aka. Endi bundan hozir daromadni ham aytib ketay aka. Hop, o'rtacha 11-12 mingga qadalyapti aka. G'isht sizga semeniz tayyor bo'lishi shunaqaga qadalyapti. Ishchi kuchi ham ichida. Ishchi kuchi ham ichida aka. Sotilishi necha pul bozorda? Sotilishi o'rtacha 17 ming, 18 ming har xil joyiga qarab sotilishi shunaqa bo'lyapti. Vohalarda qimmatroq. O'rtacha 3,5 mingdan 4,5 minggacha foyda qilsa bo'ladi aka. Juda yaxshi. Xo'p, bu yer nima endi aka? Endi hozir bu yerda mana oyoqli mushalkamizni o'rnatib qo'yganmiz, undan boshqacharoq. Va buni qo'yganimiz sababi pol avtomat liniyaga moslab qo'yganmiz aka. Va buni o'rnatamiz bitta joyga borib, tayinni bitalab tashladi, xolasa plankalar bilan ankerlab qo'ysa bo'ladi aka bu mushalkani. Remelli qilganmiz aka. Remelli qilganning afzal tomoni bu motordan qanchadir ishlatib, motorni almashtirish kerak, remont qilish kerak bo'lsa, o'qi bilan olib o'tirilmaydi aka. Motorni o'zini bo'shatib, motorni remont qilib, qaytarib kelib qo'yib yana ish jarayonini davom ettirsa bo'ladi aka. Demak, ustanovka jarayonlari osonlik bilan hal qilsa bo'ladi. Hal qilsa bo'ladi aka. Xuddi shu holatda. Keyin yana bir qulaylik tarafi azizlar, gaplashganda bildik. Agar bunga yangi ishchi tushunmasdan bir qop sementni tashab qo'yadigan bo'lsa, oldingi holatida turbaga o'rnatilgandi ichkari tarafdan. Polni premium turba bor edi. Holatlari bo'ladi, kuzatganmiz. O'zimizda ham bo'lgan unaqa holatlar. Sement nagruzka kelib, misol motorga kuch kelib ketishi mumkin. Agar bunda xuddi shu holat bo'ladigan bo'lsa, agar turbaga kuch keladigan bo'lsa, buni o'zi motorda o'zi avtomatik aylanib ketish xususiyati bor ekan. Ya'ni motorga kuch kelmaydigan holatda ishlab chiqarishdi ustakalarimiz. Xo'p, endi bu yerda hozir biz liniya qilib qo'yganmiz aka. Hozir klientlarga borib beton qo'ydirib liniyaga aka, ustiga uголni qo'yib liniya o'rnatib berib kelyapmiz aka. Bu yana ham qulay tomon aka. Beton quyilmagan joylarga ham borib, xo'p, 5 uch profildan
liniya yasab aka, tagini ankerlar qatirib, xullas nima desa bo'ladi. Keyinchalik liniyani ko'chirish kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, oldingi liniyalarimizni ko'chirsa bo'lmasdi aka. Yana boshqa yoqqa borib, yana boshqa yerdan stakanchi qo'yib, ugolok tashlab, yana boshqa yerda liniya qilinardi aka. Buni afzallik tomonlari qatirib qo'yilgan ankerlardan bo'shatib, yana liniyani olib borib boshqa yoqqa o'rnatsa bo'ladi aka. Afzalliklarni qilganmiz aka. Ana yana ham qulayroq. Ha, qulayroq qilganmiz aka. Xohlagan razmerida o'rnatib beriladi aka. Yaxshi. Xo'p, ana endi bu reskamizni asosiy vazifasini tushuntirib o'tdik. Endi nimalarni kesishini ham tushuntirib o'taylik. Ha, bu endi hozir bu tomonga o'tamiz aka. Bu yerda mana gaza blok qo'yadigan qoliplarimiz aka. Bu qoliplar xo'p, yamalmaydigan aka. Shunday qolipga rastvorni qo'ysa oqib ketmaydigan holatda qilib yasaganmiz aka. Oqib ketdi, tashavordi, suv ketdi degan narsalar bo'lmaydi aka. Oldi qochdi gaplar ham yo'q. Quyib ko'rishsin, oqib ketadigan bo'lsa, borib to'g'rilab, usta haqqi ham hamma narsasini ichida qilib beramiz. Unaqa narsa bo'lmagan hali. Xudo xolasa garantiyasi bilan berasiz. Garantiya bilan beramiz aka. Oqmaydi, yamamaydi muhimi. Ashtaqa bo'laman. Bu yerda turgan narsa shablon bu rushnoy reska hisoblanadi aka. Mana aytib o'tdim, avtomat reska deb, mana rushnoy variant aka bu. Ya'ni qo'lda kesiladi. Qo'lda kesiladigan variant aka. Buni 2 kishi kerak bo'ladi. 2 ta odam kesib, 2 ta odamni band qiladi aka bu. Arraga o'xshatib kesilishadi. Buni hozir oladigan klient bo'lsa aka, hozir ko'ryapti internetlarda 6000-7000 dollarga yo 5-6000 dollarga olamanmi degan holatlar bo'lyapti. Endi buni narxini ham aytib o'taman aka. 1500-1600 dollardan joyiga qarab yetkazib berib, o'rnatib beryapmiz aka. Bir komplekt ichida ikkita gazavli qolipimiz bo'ladi. Bitta rushnoy reskamiz bo'ladi aka. Bitta misharka bo'ladi. Bitta 1 tonnalik suv yo'mkisimiz bo'ladi. 150 talik shablon bochkamiz bo'ladi aka. Mana sanab o'tgan narsalarimiz bir komplektga kiradi aka. Shu bilan olib 1500-1600 joyiga qarab, kelishiga qarab o'rnatib beramiz. 300-400-200-300 dollar bilan mahsulotlarni olib ishni boshlab olsa bo'ladi aka. Demak, o'sha 1500-1600 dollarga qo'shimcha 200-300-400 dollargacha xomashyoga pul sarflab, ishni yo'lga qo'yib yuborsanglar bo'lar ekan. Aka, xuddi shu komplekt bilan qancha daromad qilsa bo'ladi? Xo'p, hozir endi qishki kunida bitta qolipimizdan aka barobarat olinadi g'ish. Bitta qolipdan 12 ta g'ish chiqadi aka. Ikkita qolipdan 24 ta g'ish chiqadi. Xo'p, agar olgan odam o'zi quyaman deydigan bo'lsa, o'sha qoplaydi aka. Bittasini 17 ming hisoblab turib, o'sha qoplaydi o'ziga. Agar ishchi ishlataman, o'zini boshqa ishlar, bizneslari bor, ishchi solib qo'yaman degan odamlarga kamida 10 ta bilan o'rnatib berilsa, 2,5 ming, 3 mingdan qolib qoplaydi aka. Demak, bitta o'zi foydalansa daromad 2 barobar ko'proq. Agar ishchi ishlatadigan bo'lsa, daromad pastroq bo'ladi. Doimiy daromad bo'ladi. Doimiy daromad bo'ladi. O'shanda 10 ta qolip bilan boshlasa, kuniga 250 ta g'ish olsa bo'ladi, 220 ta g'ish olsa bo'ladi aka. Juda yaxshi. Xo'p. Aka, buni aytaylik, hozir 1600 dollar aytyapmiz. Borinkani maksimal 2000 dollar bilan shu komplektda ishni yo'lga qo'yib oladigan bo'lyapti. Kuzatuvchilarimizdan puli ko'proq insonlar bor, kattaroq boshlamoqchi bo'lganlar bor yoki puli kamroq insonlar bor. O'shalarga qanaqa apparat, qanaqa uskunalar tavsiya qilamiz? Hozir 800-900 dollardan penablo yevro qolipimizdan bor aka, mana. Buni bir komplektga sanab o'taman, 3 ta qolip kiradi. Rastvor bochkasi kiradi. Mana bitta pena generator kiradi, pena apparat kiradi mana aka. Bu mashlarni 800-900 dollardan joyiga qarab yetkazib beryapmiz aka. Keyin bu tomonda yana mini qoliplar bor aka, buni ham gapirib o'tay. Gazablo qoliplari mini aka. Bundan 6 ta g'ish chiqadi. Mini misharkalar ham bor aka buni. 6 ta g'ish chiqadi aka bundan. Penablo ham, gazablo ham qo'yaveradi aka bundan. Universal. Ikkitasi bitta ekanda. Ikkitasi bittada aka. Buni 1300-1200 dollardan buni ham joyiga qarab o'rnatib beryapmiz aka. Komplekti. Komplekt qolib, qolipi misharkasi bo'ladi. Suv bochka ham bo'ladimi? Xo'p, bunda ham suv bochka bo'ladi aka. Xo'p, 100 talik shablon bochka bo'ladi aka bunda. Keyin bunga reska aytib o'tay, hozir bunga rushnoy reska berilmaydi, sababi buni ichida penabloid qo'shing, kolonna listlari bor aka. Quyadi, g'ish o'zi standart holatda 20 ga 30-60 holatda bo'lib chiqaradi aka.
Juda yaxshi. Afzallik tomonlari bor. Mana pulim kamroq deganlarga bo'lsa, xuddi Bundan shunday ham ikkitasi boshlansa bitta ishlab chiqarish yo'lga qo'ysanglar bo'lar ekan. Undan ham kam deganlar bo'lsa, mana penablok qoliplari bor ekan. Bu penablok misol ishlab chiqaradigan bo'lsa, bir komplekt qolipdan qancha quysa bo'ladi bir kunda? Bir kunda shu 250 ta yaxshi ishlab tursak, 250 ta 300 ta qo'ysa bo'ladi bir kundaki. Bitta qolipdan 6 ta g'ish chiqadi. Bir komplekt qolimizdan bitta olganda 18 ta g'ish oladi aka. Bir kunda shu 250 ta 300 ta g'ish quysa bo'ladi aka. Bitta g'ishimiz necha pulga tayyor bo'ladi? Bitta g'ishimiz tayyor bo'ladigan holati 7000 8000 atrofida tayyor bo'lyapti aka bitta g'ishimiz. Sotilishi qanaqa bo'ladi? Sotilishi joyiga qarab har xil. Bayda hozir 12-13 ming, 14 mingdan ham sotilyapti aka joyiga qarab, 10 mingdan. Bu yo'l kirasidan narxini kelishgan holda dastavkalar ham bor aka. Qilib bersa bo'ladi aka. O'zlari kelishib. Juda yaxshi. Azizlar, mana xohlasanglar eng arzon misol sarmoyasi kamroq, daromadi ham to'g'ri o'ziga yarasha kamroq bo'ladi. Nu ko'paytirib, ko'proq daromad qilsanglar bo'ladi. Yo pulim ko'proq deganlar bo'lsa, bu yoki mana bunday katta hajmdagi gazoblok ishlab chiqarish yo'lga qo'ysanglar bo'ladi. Mana akalarda qancha kerak bo'lsa, xudo xolasa uskunalarini O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib o'rnatib berishar ekan. Eng qiziq tarafi garantiyasi bilan beramiz deyishyapti. Qancha garantiya berasizlar? Buni garantiyasiga keladigan bo'lsa aka, rastor oqib ketmasligiga garantiya beramiz aka. Qancha ishlasa ham, materiali egilib ketdi, bukilib ketdilariga bu profillar ham yaxshi, stenasi baquvvat profillardan qilingan, lisam yaxshi. Agar ustiga chiqib, bugur joyiga qo'yib qo'yib, ustiga odam chiqib yo tashlab yuborib, endi holatlar bo'ladi har xil. O'shanaqada o'zlari tomonidan bukish holatlari bo'lmasa, lekin bu tekis nol joyga qo'yiladigan bo'lsa, 2 yil, 3 yil, 4 yil xizmat qilib beradi aka, yaxshi. Yaxshi. Demak, garantiyasi bor. O'zlari tomonidan muammo keltirib chiqarilmasa-ki, xudo xolasa garantiyalari bor akalar. Endi bu yerda mana ustalar uchun shablon qilib qo'yilgan ekan. Bu yoqda mana pena blokdan qurib qo'yishgan, bu yoqda gazoblokdan burchak qurib qo'yishgan ekan. Mana qulayliklariga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Usta akalarimiz kuzatayotgan bo'lsa, endi buni qisqacha tushuntiring ustaga, nimalar qilingan? Bu tepaga qo'yadigan kolonnasi aka. Hozir gazoblok boshqa g'ishlar uriladigan bo'lsa, tepaga apalakka qo'yib seysmopoyz quyiladi aka. Buni kolonnasini afzallik tomoni kolonna qo'yiladi, apalakka qo'yilmaydi. Shuning ichiga rasvor qo'yib to'ldiriladi. Tashqaridan qarasa, tashqaridan tekis holatda turadi, lekin ustidan baquvvat bo'lib seysmo quyilgan bo'ladi aka. Afzallik tomonlari shunday aka. Demak, bu seysma uchun tashalgan armaturalar ekanda. Seysma uchun bu mana pastgacha ketgan ekan. Mana tepa qismida xuddi shunday mana armatura tashab, bemalol fundament, ya'ni betonlar qo'yib, seysmani chiqarib olsanglar bo'lar ekan. Tashqi tarafdan oshiqcha mehnat, oshiqcha rasxod, ya'ni apalabga tiklashinglar shart emas ekan. Bu albatta ustalar uchun anchagina qulaylik tug'diradi akalar. Yana bilmadim, usta akalar bo'lsa, o'zingizlarning fikringizni kommentda yozib qo'yinglar. Ana bunisi esa gazoblokdan qurilgan burchagimiz ekan. Usta aka, nima deb o'ylaysiz? Penablokdan qurgan baquvvatroqmi, gazoblokdan qurgan baquvvatroqmi? Endi hamma narsaga materialga bog'liq ekan. Gazoblokka ketadigan xom ashyolar sement, qum, asosan shular bo'ladi ekan. Bunga ketadigan mahsulot ko'pik bo'ladi, o'zini parashoylari bo'ladi ekan. Gips bo'ladi ekan. Gipslarga nisbatan ba'zi sement baquvvat bo'ladi ekan. Gazoblokdan qurgan afzalroq deb o'ylaymiz ekan. Sement bilan bo'lgan narsa baquvvat mustahkam bo'ladi ekan. Azizlar, buni yana bitta qo'shimcha qilib ketaman aka. Yorilib ketdi, sinib ketdi degan narsalar bo'lmaydi. Qancha yomg'irda, suvda turgan sari qotsa qotadiki, uqolanib ketmaydi aka. O'shaqa holatlari ham bor gazoblokda. Kilosi necha kilo chiqadi bitta tayyor bo'lgan? 18-19 kilo o'shanaqa chiqadi, o'zi standart. Keyin bunga yana yaxshi tomoni ankerni, samarez, mix, piq qatirsa ham hamma narsa ushiydi aka bu. Mustahkam bo'ladi. Penablokka nisbatan mustahkamroq bo'ladi. Ya'ni aristollarni bemalol qatirsa bo'ladi. Penablokka bitta miq qoqib qo'ysangiz, miq qoqib, reka qoqib yoki nimadir qiladigan bo'lsa, ushamaydi aka penablok. Gips bilan ko'pikdan bo'lgan bo'ladi baribir. Gazoblok keladigan bo'lsak, miq ham, anker ham bu hamma narsa ushiydi aka. Yaxshi mustahkam bo'ladi. Demak, mana usta akamiz o'zi ham tavsiya qilyapti, katta qurilishlar bo'lsa, gazoblokni lutchi chem
Penoblokka qaraganda gazoblok tavsiya qiladi. Lekin penoblok ham o'ziga qaraganda xizmatini qiladi. Sababi katta qurilishlarda mana penoblokdan quriyotganiga o'zimiz guvohi bo'lyapmiz. Lekin mana hozirgi zamonaviy qurilishlarda gazoblokdan ham ko'p foydalanishyapti. Sizlar ham fikringizni kommentda qoldiringlar. Qaysi biridan uy qurgan yoki katta bino qurgan ma'qul keladi? Penoblok yoki gazoblok fikringizni kommentda kutib qolamiz. Demak, akalar, ko'rib turganinglardek, bugun sizlarga bir necha bizneslarni qisqacha daromadlari, rasxodlari, mehnatlari haqida ma'lumotlarni ustakamiz bilan birgalikda tanishtirib o'tdik. Qanaqadir noto'g'ri fikr bergan bo'lsak yoki tushunarsiz holatlarni yuzaga keltirgan bo'lsak, oldindan uzr so'ragan holatda e'tiborlar uchun kattakon rahmat deb qolamiz. Albatta, ozgina mehnatimizni qadrlab, bitta like bosib ketishni unutmanglar. Ustakaning mehnatini ham qadrlab, kommentda fikringizni qoldirib ketishni unutmanglar va xuddi shunaqa biznes qidirib yurgan yaqininglar bo'lsa, bu jaydari videomizni o'sha yaqininglarga ulashib qo'yinglar. Albatta, u inson uchun ham, biz uchun ham manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. E'tibor uchun rahmat, doimo salomat bo'ling. Ustaka, katta rahmat sizga. Rahmat. Alloh ishlaringizga baraka bersin. Salomat bo'ling.